Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amanlar yaxshi turdinglarmi? Bugun biz Yohanna bayon qilgan xush xabarning birinchi soatlik darsini boshlaylik dedik. Biz oldingi soatlik darsimizda, ya'ni oldingi haftalik darsimizda biz yangi haftaning tarixiy arx ko'rinishi, ya'ni o'sha yangi haftadagi to'rt xush xabarning qanday qilib yozilgan, ham qanday sharoitda, qanday tarixiy ahvollarda, qanday bir muhit ichida kimlarga qanday sababdan yozilganligini biz qisqacha deb o'tgan edik. Ya'ni tarixiy arx ko'rinishini ham shunaqla yangi haftadagi Paulus yozgan xatlarning bo'lsin va boshqa xatlarning bo'lsin, shunday yangi haftaning qanday qilib bizgacha shunday yetib kelgan, tuzilganligiga oid mazmunni qisqachalik biz tilga ilib o'tgan edik. Ham shunaqla buning ichida biz to'rt xush xabarning o'zaro qanday farqi bor deganga asosan biz oldidagi 3 xush xabar, ya'ni Matta bayon qilgan xush xabar, Markus bayon qilgan xush xabar va Luqa bayon qilgan xush xabarni bo'lsa, o'zaro o'rtaq bo'lgan nuqtai nazarga ega holatda bir-birini to'liqlab, ya'ni eng dastlab Markus bayon qilgan xush xabar yozilgan bo'lsa, uni to'liqlab va uni texnik kengaytib yozilganlari Luqa bilan shu Matta ekanligini, albatta ularning o'zaro o'z ichidan azroq farqi bor. Ishqilib bu 3 xush xabarning o'rtaq bo'lgan nuqtai nazar ichida tuzilishi bo'lsin, tartib jihatlardan bo'lsin, o'xshab qolgan holatda, o'xshash bo'lgan bir nuqtai nazar ichida yozilganligini deb turib, ammo Yohanna bayon qilgan xush xabarni bo'lsa, uchisidan farqlanganligini biz deb o'tgan edik. Buning misoli sifatida masalanga Matta bayon qilgan xush xabarni bo'lsa, Hazrat Isoning nasab nomisini Hazrat Isodan boshlab İbrahim payg'ambarga qadar ulab turib, ko'ni ahdiga bog'lab turib, uni Xudoning ahdisi bo'yicha kelgan, so'zi bo'yicha kelgan, Xudo va'da qilgan shu kishi ekanligini deb turib tasvirlagan, ya'ni nasab nomisini shuna tushuntirgan bo'lsa, Luqa bayon qilgan xush xabarda bo'lsa, Hazrat Isodan boshlab uni toki Odam otiga qadar olib nasab nomisini. Shundaq Hazrat Iso haqida shundaq Odam otigacha olib, bularda bu xush xabarnikida Hazrat Isoning bo'lsa, yer yuziga kelgan, ya'ni shu Xudo bishorat qilgan shu odamiylik, ya'ni biz Hazrat Isoni ham mukammal odam sifatida, ham mukammal Xudo sifatida biz degan edik savol munozara qismimizda. Shunga o'xshash 3 xush xabarda bo'lsa, Hazrat Isoning shunday bishorat, Xudo bishorat qilib yer yuziga kelishi, yer yuziga odam sifatida, inson tenida kelishi va inson tenida kelib qilgan ishlari Hazrat Isoning kimligiga oid markazlashtirilgan bo'lsa, Yohanna bayon qilgan xush xabarda bo'lsa, Hazrat Isoning xudoligiga markazlashtirdi. Ya'ni ilohiy mohiyatiga, tabiatiga markazlashtirib turib, biz qaraydigan bo'lsak, hammadan burun kalom mavjud edi deb turib, Hazrat Isoning Xudoning kalomi deb turib tasvirlaydi. Ya'ni Hazrat Isoni bo'lsa, olamni yaratilishdan burunli bo'lgan, mavjud bo'lgan. Ya'ni Hazrat Isoning mavjudlik manbasi bo'lsa, Xudodan boshlangan, ya'ni Xudo ekanligiga. Eng dastlabki mavjudotlarni yaratguchi, mavjudotlarning manbasi, ya'ni mavjudotlarning mavjud bo'lishidagi manbasi va shundaqla ularning mavjud bo'lish sababi, ya'ni u orqali va uning uchun yaratilgan, Hazrat Iso uchun yaratilgan, u orqali yaratilgan deb turib, Hazrat Isoning shundaq xudolik xislatiga, ilohiy bir xislatiga, ilohlik manbasiga markazlashtirib turib, biz shuning uchun bu Hazrat Isoni mutlaq bo'lgan Xudoning kalomi, haqiqat deb turib, ya'ni Hazrat Iso bo'lsa haqiqat, Hazrat Iso bo'lsa Xudoning kalomi, Hazrat Iso o'zi Xudo deb turib, mushlarni ko'proq, ya'ni texnik konkretroq izohlab bergan mazmun bo'lsa, dal Yohanna bayon qilgan xush xabar. Masalan, Yohanna bayon qilgan xush xabarning birinchi oyatdan toki 14-oyatgacha qadar, 14lam emas, toki 18 qadar bildirilgan mushay qadar mazmunlar bo'lsa, Yohanna bayon qilgan xush xabarning kirish so'z qismi bo'lib, oxiridagi birinchi bob 19dan boshlangan Yohanna bayon qilgan xush xabar, butun Yohanna bayon qilgan xush xabarni oldin ola bizga qisqachalik ta'riflab, izohlab bergan mazmun dal birinchi bob, birinchi oyatdan 18-oyatgacha mazmun. Mushadagi barliq atalg'ular, so'z iboralarni texmi konkret, texmi buni bizga
targ'iblab beradigan, bizga yeshib beradigan mazmunlar dal oxirgi mazmunlar. Masalan, biz hozir bundan burun kalam mavjud edi. O o'zi Xudo edi, Xudo bilan bellidi. U orqali barliq mavjudot yaratilgan, uningsiz hech qanday mavjudot yaratilgan emas. Hayotlikning manbasi, haqiqiy nur, insonlar nur elib keldi deb turib tasvirlaydi. Masalan, 1-birinchi oyatdan 5-oyat qarasanglar. Hamda oxiri qarasak biz davomli 6-bob kelgan vaqtida, masalan, Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarda qanday nima ko'p desa, ego ami degan bir shunday bir grammatikalik usul bor. Ya'ni bu ego ami degan bu grek tilidagi shunday bir grammatikalik usul. Bu degan man durman degan so'zda shunday bir grammatikalik usul. Ya'ni Hazrat Ayso deydi, "Men uzoqlik durman" deb 6-bob chiqsa, 8-bobda "Men yo'ruqlik, nur durman" deb chiqadi. Va 10-bobda bo'lsa "Men ishik durman." Va 10-bobning yana nimasi bo'lsa "Men yaxshi padichi durman." Men padichi durman. Va 11-bobda bo'lsa "Men hayotlik, mangu hayotlik durman." Yana birisi 14-bobda bo'lsa "Men yo'ldurman." Yana 15-bob kelib "Men o'zim telidurman." Deganga o'xshash shunday Hazrat Ayso o'zini haqiqiy mavjudlik, ya'ni hayotlikning manbasi, hayotlikning boshlanishi, mavjudligi, sababi deganga o'xshash hayotlikning manbasi, ya'ni Xudoga o'zining shunday nimasiga bog'lanib turib tushuntirgan mazmunlar va konkret holatda. Ya'ni nima demoqchi desa, Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar bo'lsa, Hazrat Aysoning shunday xudoligiga. Shunga Hazrat Ayso Xudo. Hazrat Ayso bizga bunda hayot ato qiluvchi, o'z mangulik hayotni berguchi, bizga nur elib kelguchi deb turib, buni qabul qilganlar bunda bo'ldi deb turib, Hazrat Aysoni mutlaq haqiqat sifatida tasvirlagan mazmun bo'lsa, mutlaq kalom, mutlaq Xudo degan, mutlaq haqiqat degan o'xshash tasvirlagan mazmun dal Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar desak bo'ladi. Shuning uchun Mushu ya'ni 1-oyatdan 18-oyatni bayon biz barcha Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarning kirish so'z qismi, muqaddima qismi degan edik. Bu ya biroz tasarak bu mazmun. Shuning uchun asta barcha so'zlarni, barcha so'z iboralarni texmo tafsiliy izohlashga tushunib mengishimiz to'g'ri keldi. Shuning uchun eng oldi bilan biz 1-oyatdan 5-oyatgacha o'qib, izohlab bo'lib, keyingi qismiga o'taylik. Oldi bilan men bir o'qib chiqay. Hammadan burun kalam mavjud edi. U Xudo bilan birledi, ham o'zi Xudo edi. U olam yaratilishdan burunla Xudo bilan birledi. U orqali barliq mavjudotlar yaratildi. Hech qanday mavjudot uningsiz yaratilgan emas. Kalam hayotlikning manbasi bo'lib, bu hayotlik insonlarga nur elib keldi. Nur qorong'ulikni yoritadi. Qorong'ulik bo'lsa, nurni hargiz besib tushadigan emas. Ya'ni bizning bu hozir o'qiganimiz aram 5 oyat bo'lgan bilan biz qurdun ya'ni bir oyat ayrim ko'rib, bir oyatga har bir so'zlarni bir qatim izohlab ma'ayli. Oldi bilan biz qaraydigan bo'lsak, 1-oyatni o'qisak, hammadan burun kalam mavjud edi, u Xudo bilan birledi, ham o'zi Xudo edi degan so'z. Sizlar bu 1-oyat Yohanna bayon qilgan 1-oyatni o'qigan vaqtinglarda mencha sizlarmi eskigan bo'lishinglar mumkin. Bu olamning yaratilishi biz oldidalam so'zlab dars qilib o'tilib bo'ldi. Olamning yaratilishi 1-oyat masalan yodinglarga kelishi mumkin. Xudo hammadan burun butkul olamni, ya'ni osmon zaminni yaratdi degan so'z edi. Shuning o'xshash, endi bu Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar ham hammadan burun kalam mavjud edi. U Xudo bilan birledi, ham o'zi Xudo edi deb turib, olamni yaratilishi 1-oyatdagi Xudo degan so'zga mush Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar 1-oyatdagi barcha so'zlar mush Xudo degan so'zga mujassamlanganligini biz ko'rib olamiz. Ondan hammadan burun deganni qanday tushunamiz? Hammadan burun deganimiz barcha mavjudotlar barliq kelishdan burun. Ya'ni bu vaqt. Hammadan burun deganimiz yana bir vaqtning bir ma'nosi ekanligini, vaqt ichidagi bir ma'nosi ekanligini bilalaymiz. Ya'ni bu vaqt paydo bo'lishdan burun. Mushu vaqt dunyosi paydo bo'lishdan burun. Mushu vaqtlarning cheklimisiz vaqtdan sirtqi degan o'xshash shunday bir vaqt paydo bo'lishdan burun degan o'xshash. Buni biz olam yaratilish 1-oyat qaraymiz. Buni barashit deb isbotlaydi. Ya'ni rashid degan gap boshda, dastlabda degan so'z, ba degan gap ichida.
degan so'z ya'ni bo'lgan bilan buni bizning tilimiz Uyg'ur tilimiz bilan ifodalangan vaqtimizda o'rin payt kelish qo'shimchasi bo'lgan da, ta, ta bilan ifodalanadi. Dal shu ibraniycha ba degan shu qo'shimchani oldi qo'shimchani biz shunday ifodalay olamiz. Masalan, bizning bu qo'shimchimizmi o'xshab qoladi. Ya'ni bu tillarning asosan mohiyat o'xshab qolamiz. Bizning masalan o'rin payt kelish qo'shimchamiz, kelish qo'shimchamizning bir turi. Bu shu narsaning shu paytda qandaq o'rinda, qandaq shu vaqtning ichidagi shu o'rindagi holatini, shu narsalarni tasvirlagan vaqtida mush qo'shimcha qo'shildi emas. Masalan, kitob qo'limda degan vaqtida kitob qo'limda degan vaqtida bu kitob hozir, ya'ni bir vaqtning ichida, hozirgi vaqtning ichida nada qo'limda deganga o'xshash qo'limda deganni tasvirlash kitobning nadaligini hozirgi vaqtning ichida, hozirgi o'rinning ichida nada mavjudligini ifodalaydigan qo'shimcha degan emasmi? Shunga o'xshash bumi barashit degan gapmi? Hamda bu grechka ko'rgan vaqtimizda arixa degan gap bilan ifodalandi. Bu arixa degan gapmi? Oldida ya'ni an degan qo'shimcha bor. Bumi oldidagi bu an degan qo'shimcha o'xshashlar shu ichida degan so'z. Ya'ni ichida degan qo'shimcha bilan ifodalandi. Shuning uchun bizning so'zimiz bilan ifodalangan vaqtimizda dastlabda, boshlanishda, ya'ni bizning qo'shimchamiz o'xshash ifodalangan vaqtimizda dastlabda, boshlanishda bo'ldi. Buni biz yana dastlabda, lekin bu dastlabda, boshlanishda degan so'zni biz insonlar vaqt ichida yaratilgan, ya'ni bir vaqt dunyosi ichida yaratilgan bo'lg'achqa biz bu so'zni ham vaqt ichidagi tafakkurimiz bilan ko'proq tafakkur qilib, shunday boshlangan vaqt, shunday bir vaqtning eng beshi, boshlanishi deb turib tushunamiz. Lekin kunlik turmushimizda bu so'zlarni biz asli manbasi bilan undaq farq etib tushunmaymiz deyman. Shundaqku bir ishning boshlanishida dastlabda deb turib faqat sababini, kelish manbasini shunday tushundirgan bir yenik holatda biz ishlatamiz kunlik turmushimizda. Lekin buni biz cho'nqur tushungan vaqtimizda dal shundaq insoniyat dunyosi, ya'ni Xudo yaratish ishini boshlashdan burun, ya'ni boshlanish paydo bo'lishdan burun desam bo'ladi. Ya'ni Xudo dunyoni, insonlarni, mavjudotni yaratishdagi shu boshlanish ishi, shu boshlanishdan burunlam mavjud bo'lguchi ekanligini tasvirlayotgani dal shu hammadan burun kalom mavjud edi deydi. Masalan, biz Musa payg'ambarga Xudo o'zini tunishtirgandagi bir so'z bor. Esinglarda bormi? Musa payg'ambar deydi, "Men seni, ya'ni 6-bob qarsanglar bo'ldi. Ya'ni Misrdan chiqish 6-bob qarsanglar Xudo Musa bunda deydi, "Men Parvardigordirman. Ya'ni men mangu bor bo'lg'uchi degan nomim orqali senga oshkorladim. Men ularga o'zimni mangu bor bo'lg'uchi degan nomim bilan oshkorlamagan edim" degan o'sha. Lekin o'sha Musa payg'ambarga o'zining kim ekanligini oshkorlaydi. Ya'ni nomi, ya'ni mangu bor bo'lg'uchi deydimiz. O'sha mangu bor bo'lg'uchi deganimiz modal o'zi Xudo bo'lgan, ya'ni o'zi yaratquchi bo'lgan, o'zi boshlanishni o'zi boshlig'uchi bo'lgan, ya'ni boshlig'uchi, harakat qiluvchini, ishlashni, yoritilishni, mavjudotni paydo qiluvchi bo'lgan, manba bo'lgan, o'zligidan bor bo'lgan deganga o'xshash shunday so'zlar bilan biz ta'sirlab, balkim sizlar nurg'un anglagan bo'lishinglar mumkin. Shunga o'xshash hammadan burun degan so'zni dal shunday barashit deb ibroniycha ko'rsak va buni grechcha bo'lsa an arixa degan vaqtimizda, ya'ni boshlanishdan burun, boshlashdan burun, barcha narsalar boshlanishdan burunlam mavjud bo'lguchi deb turib, bu yerda kalomni, ya'ni Rab Aysoni kalom deb ta'riflab turib, dal shu dastlabdiki barcha mavjudot boshlanishdan burunlam, Xudo ishlarni boshlashdan burunlam mavjud bo'lguchi ekanligini bu yerda ta'riflaydi. Shunga Yohanna bayon qilgan xushxabar 1-oyatda u o'zi Xudo edi, ya'ni u Xudo bilan birga edi, ham o'zi Xudo edi deb mushani qildi. Buni biz ham konkret tushunishimiz uchun masalan biz panda nasihatlar 8-bob 22 va 23-oyatlarni ko'rib chiqishimizga to'g'ri keldi. Sizlarga bir izohlab bergan narsa, bu bizning hozir hayot nuridagi panda nasihatlar 8-bob 22-23-oyatning tarjimasi toza to'g'ri tarjima qilinmagan. Shunga men o'zim sizlarga bevosita bu yerda asli tildagi so'zni, ya'ni asli tildagi oyatni sizlarga bevosita tarjima qilib turib tushuntirishga to'g'ri kelib qoldi. Shuning uchun sizlarga qo'lingizga besib chiqarib olgan shunday kitob bo'lsa, muqaddas kitobning panda nasihatlar qismi bo'lsa, o'zgartirib olgaysizlar.
Hem de ben bu failni yazıp şunun bu failni kıskıça yazan failni ben Telegram kanalıga çıkarıp koyman. Telegramda hem kon yazıkça hem Latin yazıqdaki yeni yazıkça, yeni Uyghur tili yazıqımızda hem iki fail qilib çıkarıp koyman. Kon yazıkçını okumaydan qarindaşlar, şu yeni yazıqçaki failini qo'llansanglar bo'ldi. Qisqasi biz 8 bab fanda nasihatlar 8 bab 22 oyatga qaraydigan bo'lsak, Xudoga tava edim. Ya'ni boshlashdan burunlar men Xudoga tava edim. Ya'ni u yo'lini boshlashdan burunlar, u ishlarni boshlashdan burunlar qadimda yaratish ishlarini boshlashdan burundagi shu vaqtdilam, shu ondilam men Xudoga tava edim. Xudo bilan birlidim, Xudoga tava edim deb 8 bab 22 oyatda shuna deydi. Buni biz tarjim qilsak, qisqacha tarjim qilsak, Parvardigor ishlarini boshlashidilar. Qadimda yasag'anlardan, ya'ni yaratganlardan burunlam men uningga tava edim. Anınki 23 babda bo'lsa, azaldan tartibla, ya'ni azaldilla, muqaddimdilla, ya'ni yer zamin, ya'ni osmon zaminni Xudo yaratmasdilla, men tishlanganman, o'tirib qo'yilgan, men tishlanganman. Men qapsab turganman, men sularni qo'ygandek, sular yani to'ldirgan o'xshash chiqadigan ashna. Shunga o'xshash men ashna chiqqandirman, to'ldirgandirman, ya'ni yer yuzini qaplab turganman deganga o'xshash ashna bir ma'noni bildiradi. Buni tarbiya tarjim qilsak, shu azaldilla, muqaddimdilla, yer zamin yaratilmasdilla, men tishlanganman. Men shu vaqtda qaplab turganman degan o'xshash shunday ma'no bildir. Ya'ni Xudo edi, Xudo bilan birledi degan Yohanna bayon qilgan qo'shiqlar 1 oyatdagi mazmunni bu panda nasihatlar orqali biz tushungan vaqtimiz bo'lsa, Xudo yaratish qadimini, ya'ni yaratish boshlash qadimini boshlagan vaqtida, boshlash qadimini olgan vaqtida, yaratish ishlarini shu vaqtda boshlagan shu anda biz qarasak bu yerda bizga bevosita ibranchadan kirgan so'zlar va qadimidilla. Yani Xudo ishlarni boshlash biz mi deymiz, normal turmushda ishlatamiz, qadam bosdik. Mush ishni boshlash qadamini oldik degan o'xshash biz bu so'zni ishlatamiz. Andan keyin an deb turib shu vaqtda, shu anda, shu paytda deb turib yerda ya'ni vaqt paytning bir ma'nosi sifatida shuni so'zlaydi. Ya'ni shu so'zni bizga bevosita ibranchadan kirib kirgan so'zlar. Shuni o'xshash yana nima demoqchi desa, Xudo shu yaratish ishlarini boshlashdan burunlam, yaratish ishlarini shu qadimida shu yaratish ishlarini boshlashdan burunla, ya'ni shu vaqt paytini boshlashdan burunlam men Xudoga tava edim. Qadimdillam, azaldillam men shu yerda, ya'ni biz qaraydigan bo'lsak, yaratish, olamni yaratish 1 oyat bo'lsa, yer yuzida larzadan uchib yuradi, Xudoning ro'yi qaplab turadi degan o'xshash, shu joydagi qaplab turadi degan o'xshash. Bu yerda shu vaqtda bu azaldillam, boshlashdilam, men Xudoga tava bo'lib yaratishni boshlashdilam, men tishlanganman. Ya'ni shu joyni men boshlashdan burunlam Xudoga tava bo'lganligim uchun shu joyni qaplab turganman, shu joyda tishlanganman degan o'xshash shunday so'z. Ya'ni bu yerda dastlabdilam olamni yaratilish boshlablam Hazrat Isoning Xudo o'zining Xudo ekanligi va o'zining shu joyda Xudo bilan birlashganligi, Xudo tava ekanligi, o'zining Xudo ekanligiga oid mazmunni bu yerda yo'ritib beradi. Hammasiga bu panda nasihatlarga qaraydigan bo'lsakmi, deydi, ya'ni Xudo insonni yaratgan, Xudo yaratganlarda men suyungan edim, shodlangan edim, xursandlik elib yuratdim degan o'sha so'zlarmi bor, shu 8 bab 30 oyatlarda. Ya'ni Xudoning shu yaratish ishida billa Xudo, ya'ni ustun narvandek Xudoning yeni dedim degan o'xshash. Ya'ni Xudo bilan billa o'zi Xudo ekanligini yaratishdan burunlam shu joyda ekanligini bu yerda alaydi bizga eskartib, bizga izohlab yaratganligini biz ko'rib olamiz. Endi Yohanna bayon qilgan xush xabar 1 bab 3 oyat qaraydigan bo'lsak, u orqali yaratildi, uningsiz yaratilgan emas degan o'xshash. Ya'ni mushu kalam orqali barcha mavjudotlarning yaratilganligini va hech qanday mavjudot kalamsiz barbod bo'lgan, ya'ni kelgan mavjud bo'lgan emas ekanligini bu yerda alayda tasvirlaydi. Endi u orqali, ya'ni kalam orqali degan gap, ya'ni kalamning vositasi bilan, kalam sababi bilan, ya'ni u orqali degan vaqtimizda uning bilan, uning sababi bilan, o'sha yo'l bilan, shu sababdan
paydo bo'ldi, shu sababdan keldi degan shu bu arqiliq degan so'zni shuni ishlatamiz. Ya'ni mavjudlikning sababi sababini tushundirgan vaqtimizda, paydo bo'lish sababini tushundirgan vaqtimizda, shu sababdan deb turib tushundirgan vaqtimizda, shuna mavjud bo'lish sababi, mavjud bo'lish manbasi, mavjud bo'lish usuli, vositasi, yo'li deganlarni tushundirgan vaqtimizda biz arqiliq degan so'zni ishlatamiz. Shuning uchun barcha mavjudotlarning Rab Aysa arqiliq, ya'ni Xudoning kalomi arqiliq mavjud bo'lgan. Shu kalom sababidan mavjud bo'lganligini, kalam tüpaylidən mövcud bolğanlığını, kalam üçün, yəni şu səbəbdən, yəni kalam səbəbi bilən mövcud bolğan, kalam tüpaylidən degan vaqtimizda şu kalam üçün degan gapdandı. Şuna yaratılğan deb turib, barcha mövcudatni bu yerda şu kalam üçün, kalam bilən, kalam arqılıq, kalamning vasitasi bilan, kalam arqılıq, kalam üçün, yəni kalam səbəbdən mövcudatlar barlıq keldi deb yerda ham tushuna olamiz bu oyatni. Masalan, buni texmi konkret bizga isbotlab beradigan mazmun nada desa, mana shu Koloslar yozilgan xat 1-bob 15dan 17-oyatlarga qaraydigan bo'lsak, 15-oyatda bo'lsa, Aysa Masih ko'z bil ko'rgil bo'lmaydigan Xudoning obrazidir. U barliq mavjudotlardan burun mavjud bo'lgan bo'lib, ulardan ustun turadi deb. Hamda 16-oyatda bo'lsa, mayli yer yuzida yoki arishda bo'lsin, mavjudotlarning hammasi u arqılıq yaratilgan, ko'rgil bo'ldigan mavjudotlar, ko'rgil bo'lmaydigan arishdagi har qanday ma'rifətliklar, mansabdorlar, hukmronlar va huquqdorlar bo'lsin, hammasi u arqılıq va uning uchun yaratilgan deb turib bu yerda bayon deganga o'xshash u arqılıq degan so'zning bu yerda o'z ichiga olgan ma'nolarini bu yerda texnik bizga konkret tushuntirib beradi. Ya'ni yer yuzidagi barliq kuch bo'lsin, yer yuzidagi barliq huquq, amal, mansab, mavjudot bo'lsin, barliq kuch qudrat bo'lsin, huquq deganga o'xshash, ya'ni biz bilimiz yer yuziga tava narsalarning qanday kuch qudrat, qanday bir qonuniyat, qanday bir huquqlarning, mansablarning, hukmronlarning, huquqdorlarning bo'lsin, yer yuziga tava narsalarning hammasini bilimiz. Shu yer yuzidagi tava hamma narsalarmi Rab Aysa orqali va uning uchun mavjud bo'lganligini ham shunala yer yuzidagilar emas, yer yuzidagilar biz ko'z bilan ko'ra oladigan yoki biz anqira oladigan narsalar emas, biz anqira olmaydigan, biz ko'ra olmaydigan, biz ba'zan his qilib, sezib, kichikdan his qilib sezgan bilan uning asli mohiyatini his qilib sezamagan bo'lgan bilan shu narsalar barcha his tuyg'u bizning bash sezgilimiz va ko'rish, demak tuyg'u, his tuyg'u, sezgi degan narsalar. Shunday narsalar din arqılıq biz his qilib sezgan shunday narsalar bo'lsin va yoki biz bilmaydigan arishdagi shunday mavjudotlar bo'lsin. Arishdagi bor huquq, mardiyliklar, qanday mardiyliklar hamda farishtalar degan o'xshashlar bo'ldi emasmi? Ana shunday barcha mavjudot Rab Aysa orqaliq va Rab Aysa uchun yaratilganligini bu yerda biz Koloslarning xat musharqiliq biz tushuna olamiz. Ham 17-oyatdami u barliq mavjudotlardan burun mavjuddir va barliq mavjudotlar u orqaliqla mavjud bo'lib turadi deb. Ya'ni barcha mavjudotning kelish yo'li, sababi, barliq kelish sababi, maqsadi Rab Aysa, ya'ni Xudoning kalom ekanligini. Şuna onunsiz mavjudlik yaratilgan emas bo'lib, onunsiz mavjudot ham bar bo'lgan emasligini. Shuning uchun biz hozir tasavvur qila oladiganimiz shu vaqt dunyosi ichidagi, shu dunyo ichidagi narsalar bo'lsa, hozirgi biz his qilayotgan shu barcha mavjudotlar, huquqlar, barcha kuchlar, barcha amallar, barcha mavjud bo'lgan tuzumlar bo'lsin, barcha narsalar hammasi Rab Aysoning qo'lida, uning uchun mavjud ekanligini biz bu yerda his qila olamiz. Ya'ni Xudoning bir butun boshqarayotgan, ustida Xudo hammani ko'rib, boshqarayotgan, yurishtirayotgan shuna bir Xudoning huquqini biz bu yerda ham his qila olamiz. Masalan, biz panda nasihatlar 16-bob 4-oyat qaraydigan bo'lsak, Parvardigor barliq mavjudiyatning har birini, ya'ni Xudo o'zining maqsadi bilan operate qilgan, ya'ni paydo qilgan. Hatta yamanlarni mı balayafat günü için yaratkandır deb turib, ya'ni har bir mavjudotning biz hisovatgan, biz bilavatgan, biz ko'rayotgan har bir ishlar bo'lsin, har bir mavjud, har bir hadislarning bo'lsin, Xudoning o'zining maqsadi bilan shunday bir mavjud bo'layotganligini biz bu yerda panasiyatlar orqali ko'ra olgan bo'lsak, hozirgi shu kalam, ya'ni shu Yohanna bayon qilgan Xo'shxabar 1-bob 3-oyat bo'lsa, hamma mavjudot u orqali va uning uchun degan o'xshash, uning sababi bilan yaratilgan, uning sababi bilan kelgan degan o'xshash. Ya'ni yer yuzidagi bo'lsin, mayli har bir odamning ustidagi bo'lsin,
her bir adamın üstüde olsun ve her bir mevcudatın üstüde olsun Xudo özünün məqsədi, planı, iradəsi bağlığını biz mana bu şeydən hem görə alalayımız. Yani barcha mevcudatның keliş səbəbi, məqsədi o işkənligini biz bayam arqılıq deyen söz arqılıq düşəngənə oxşaş. Məqsəd bağ ekan, bağ bolğan ekan. Bir mevcudatның payda buluş, aprel buluş məqsədi, yolu, səbəbi, mənbəsi bağ bolğan ekan, onu yaratquchining o yerdə igisinin, oşunu bərpa qilguchi hayotlıq mənbəsinin onun üstüdə bir ma'lum bir məqsəd, səbəb bilan, plan bilan, iradəsi bilan şuna aprediqanlığını, yaratqanlığını biz ham bu mavjudluq degan, yani o arqılıq degan söz arqılıq biz ham bu yerdə tushuna alalaymiz. Hem bu arqılıq biz her birimizning üstüdə, her bir insanның üstüdə Xudo özünün məqsədi, planı, iradəsi bor ekanligini biz ham bu yerdə tushuna alaymiz. Qısqası Xudoni yaratquchim, Xudoni yaratquchi, alamning egisi, hayotlikning manbasi deb e'tirof qilganlar hayotlikda, yani özünün üstüdə Xudoning iradəsi, planı borligini e'tirof qilganlik hisoblanadi deb tushunsak ham bo'ldi. Yani Xudoning her bir mevcudatның üstüdə və her bir hayatının üstüdə, hayatlıqdaki her bir işlarның üstüdə, her bir hadis vəqələrinin üstüdə, hayatlıqdaki barlıq işlarның üstüdə Xudoning iradəsini, Xudoning məqsədini izləydigan adam buldu desəm buldu. Şunun oxşaş bizmi ham Xudoning aldıda özümüzün mevcudluq səbəbimiz, yani Xudoning planı, yani bizim mevcudluq səbəbimiz nima desa, şu Xudoning məqsədi, planı, iradəsi deyilik emasmi? Shuningdek Xudoning iradəsini anqirash, yani biz doim ta'kidlayotgan ana shu Xudoning iradəsini anqirab, Xudoning iradəsi bo'yicha yashash, yani biz nihoyat ko'p ta'kidlab keldik. Shuning o'xshash buni biz shundaq o arqılıq degan so'z arqılıq biz bizning arqılıq, sizning arqılıq bizning hayotimizga har bir ishlar orqali Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan plani, irodasi bor ekanligini, shuning uchun bizning bu yerda, bu o'rinda, bu paytda, shunday sharoitda mavjud ekanligimizni va shuning uchun bizning hayotimizdagi bu ishlarning tasodifiylik yoki shundaqlarni to'g'ri kelib qolganlik sababidan emas, balki har bir ishlar, gerçi biz ba'zan o'tmishdagi ba'zan ishlar bo'lsin va ba'zan bir sharoitlarimiz bo'lsin, hayotimizni o'chirayotganimiz kelgidek faqat yashamasam ekan deydigan shu qadar bir nachar asligimiz kelmaydigan ishlar bo'lsin va hayotimizga ba'zan bir xo'shallik ishlar bo'lsin va hayotimizga boshqa bir odamlar bo'lsin, hammasini Xudoning bizning hayotimizga, bizning uchun o'zining irodasi, ma'lum bir irodasi, iddaasi, muddasi, maqsadi bilan o'rinlashtirgan, muddasi bilan, maqsadi bilan shu ishlar bizning hayotimizda mavjud ekanligini biz bu yerda anqirab o'talaymiz desa ham bo'ldi. Yana biri nima desa, bayam dedik emasmi? Mayli ko'rgil bo'ldigan, mayli ko'rgil bo'lmaydigan bo'lsin. Barcha mavjudotlar, aristiki bo'lsin, mayli yer yuzidagi bo'lsin. Har qanday martaba bo'lsin, huquq bo'lsin. Mansab bo'lsin va yoki barcha minim bo'lsin, u orqali, ya'ni Rab Ayso orqali va Rab Ayso uchun yaratilgan bo'lgan bo'g'ashqa Rab Aysoga tava bo'lgan biz, ya'ni Rab Aysoni Rabbim, shunaqla bizning yo'l boshimiz, beshimiz deb e'tirof qilgan bizlar ham Xudo koinotdagi barliq mavjudotni, barliq huquqlarni, hukmronlarni, razil kuchlarni bo'lsin, mansablarni bo'lsin, qilgan barcha amallarni bo'lsin, uning tizostiga, uning oyog'i ostiga tiz pishtirdi emasmi? Ham shunaqla bizning beshimiz qilgan bo'g'ashqa bizmi ham Rab Ayso bilan birga minish jarayonimizda, hayotimizni Rab Ayso bilan birga o'tkazish jarayonimizda barcha dunyodagi barcha kuch qudratlarning ham bizning oyog'imiz ostida, bizning oyog'imiz ostida dasilganligini biz ham his qila olamiz. Bu dasilish degan vaqtimizda ulardan g'olib kela oladiganimiz deb hisoblandi. Shunga o'xshash biz har qanday kuchdan bizning insonlarda, ya'ni dunyoda yashash jarayonida har qanday qo'rqinish, tashvishlari bor emasmi? Shunday bir tashvish, qo'rqinishlardan xoli holatda biz Rab Ayso bilan birga bo'lgan vaqtimizda shunday bir tashvishlardan, qo'rqinishlardan, ansirashlardan, hatto bir butun dunyodagi butun kuchlar bizga qarshi atlangan holatdami biz Rab Ayso bilan birga turgan vaqtimizda biz o'zimizni xotirjam, tinchlik
Xudoning bizni qo'g'dayotganligini, ham shundaqla barcha kuchlarning bizga qarshi hech qanday kuchini ko'rsatmaydiganligini biz ham his qilib yetalaymiz. Ya'ni Xudodan kelgan shu tinchlik qalbimizdan o'rin oldi. Dunyodagi mayli siyosiy jihatdagi har qanday huquqdorlar kuchlar bo'lsin va yoki bizning hayotimizdagi kelgusimiz mavhum dunyo, ya'ni kelgusimizni bilmaymiz, atimizni bilmaymiz. Shundaq bilmaslikdan kelib chiqadigan xotirjamsizlik, ansirashlar bo'lsin. Shundaq har qanday bizning hayotimizga biz yuzlanadigan har qanday ishlarga bo'lgan shundaq bir g'am andishlarimiz bo'lsin. Bularning hammasining biz Xudoni tunib yetgan vaqtimizda, biz bilib bo'lgan Rabb Aysoni tunib yetgan vaqtimizda, bizning beshimiz bo'lgan mavjudotning manbasi bo'lgan Rabb Ayso bilan birlashganligimizni, uning bizga ato qilganlarining naqadar mo'lligini biz cho'nqur tunib yetgan vaqtimizda bizning barcha dunyodagi barcha kuchlardan nihoyatda erkin ekanligimizni, ular dunyodagi barcha kuchlarning barcha huquqlarning bizning tizimimizning oyog'ining ostida ekanligini, ya'ni oyog'imiz ostida tiz ekanligini biz bu yerda his qila olamiz. Masalan, Yohanna o'zimi deydi, shu 8-bob qarasanglar, haqiqatni bilsizlar, haqiqat sizlarni erkinlikka erishtirdi degan erkinlik, ana shu erkinlik barcha mavjudotdan, barcha yer yuziga tava bo'lgan, ya'ni yaratilgan mavjudotdan keladigan har qanday kuch, har qanday bir narsalardan, tasavvurlardan, har qanday narsadan erkin deganlik dal shu haqiqatni tushungan vaqtimizda Rabb Aysoning bizga ato qilgan shu kuch qudrat, shu huquq, shu erkinlik, shu mo'llig'ini biz tushungan vaqtimizda o'zimizni dunyodagi har qanday bir narsalardan erkin his qilamiz. Va Xudoni tushungan vaqtimizda, Rabb Aysoni tushungan vaqtimizda, Rabb Aysoning bizni chaqirgandagi shu irodasini, maqsadini, bizni yo'l boshlab mangan shu yo'llarni biz har vaqt Rabbga qarab mangan vaqtimizda, Rabb bilan billa shunday mangan vaqtimizda Rabbning bizga ato qilgan ulug' shu kuch qudratini, Rabbning bizning orqali, bizning hayotimiz orqali, ya'ni Xudoning bizni chaqirgan vaqtida o'zining maqsadi, irodasi bor emasmi? O'zining amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlar ustidagi shu irodasi bilan bizni mavjud qilgan, bizni yaratgan bo'lganishqa, shu irodasini tushunib, Xudoning irodasini qo'g'lashib, shu irodasi yo'lida mangan vaqtimizda bu biz Xudoning shu ishlarini amalga oshirish jarayonida biz orqali, bizning hayotimiz orqali, hayotimizga har bir ishlar orqali Xudoning o'zining qudratini, kuchlarini, huquqlarini, shuna barcha mo'llig'ini bizning hayotimiz orqali isbotlab chiqarganlarni, bizning yashayotgan har bir ishlarimiz orqali o'zining qanchalik ulug' qudratini, ulug'vor ishlarini bizning hayotimizda namoyon qilayotganligini biz his qilamiz, ko'ra olamiz deganga o'xshash. Endi bunda xalqi bizning hayotimizdagi Xudo o'zining namoyon qilgan kuch qudrati, huquqi, bayam degan emas, shularni biz oxirida, ya'ni 1-bob Yohanna bayon qilgan qo'shgan 1-bob 10-oyatdan 13-oyatgacha bo'lgan mazmunlar ostida texnik tafsiliy ko'rib chiqa olamiz. Endi biz davomini ko'rsak, ya'ni 1-bob 4-oyatda kalam hayotlikning manbasi bo'lib, bu hayotlik insonlarga nur elib keldi degan oyat. Biz bayam dedik, ya'ni u orqali yaratilgan degan vaqtimizda, ya'ni shu sababdan u orqali degan vaqtimizda, ya'ni paydo bo'lish sababi, paydo bo'lish yo'li, paydo bo'lish maqsadi, sababi deganlarni, ya'ni manbasini biz mushaga u orqali degan yerga tutashtirgan edik, ya'ni shu yerga tutashtirib biz tushungan edik. Endi bu yerda hayotlikning manbasi deganlik, bu yerda hayotlik deganni biz tushuna olamiz. Hayotlik deganimiz bir kuchi, tavrinish, ya'ni hayotlik degan gapni biz ya'ni bir kuch paydo bo'lganda u hayotgan, ya'ni o'sib chiqqan vaqtida bo'lsin, bir narsa o'sib chiqqan vaqtida bo'lsin, bu hayotga kuchga ekan deymiz. Va yoki bir narsa tavrangan vaqtida andan keyin hayotlik bor ekan deganga o'xshash. Ko'z midrab etibdi degan o'xshash bir midraj bo'lgan vaqtida hayoti bor ekan degan shuni tasvirlaymiz. Ya'ni hayotlik deganda biz bir kuch, tavrinish, midraj, hatto buni nafas, biz bu olamni yaratilish qaraydigan bo'lsak, Xudo insonni nim bilan yaratdi, to'pichang bilan yaratdi. To'pa deydi, to'pichang albatta, kichikdan to'pichang uchib yurgan to'pichanglarni yaratdi degan gap. Shuningga, ya'ni odamning burnidan nafas bo'ylab hayotlikni ato qildi degan o'sha. Ya'ni nafas olayotdi desa, biz buni hayotlik bilan tasvirlaydigan so'zlar, so'z iboralar. Ya'ni mavjudotlarni borliq keltirgan, midratgan, tavratgan, ularni nafaslantirgan, nafasga ega qilgan, ya'ni shu manbani, hayotlikning manbasi deb tushunamiz-ku biz normal oddiy tilimizda. Ya'ni bu hayotlik deymiz, ya'ni shunday nafaslanadigan jon zotlarga hayotning, nafasning manbasi, ya'ni mavjud bo'lib turish manbasi.
Shundaqla hayatının səbəbi, hayatının mənası, hayatının mənbəsi, mövcud bo'lib turish yo'li degan narsalarni biz shundaq hayotlikning mənbəsi deb tushunalamiz. Buni bayam deganga o'xshashlar biz e'tiqodchilarning hayotimizning mənbəsi, mavjud bo'lib turish maqsadimiz, mavjud bo'lib turishning shundaq bir sababimizning Rab Ayso ekanligini va Xudoning Rab Aysoning bizning hayotimizga o'zining shundaq bir irodasi, plani, bizning hayotimiz orqali amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlarning bağlığını biz deb ötgenge o'xshash. Ana shundaq hayotlikning, barcha hayotlikning ham Rab Ayso uchun mavjud ekanligini ko'rib o'tgenge o'xshash. Dal shu ana shu hayotlikning manbasi, mavjud bo'lib turishi, harakat shu barcha hayotlikni harakatlantiruvchining kuchining bu hayotlik ya'ni mayli fizikalik bo'lsin, mayli ruhiy jihatga bo'lsin, barcha mujassamlangan bir butun gavda hayotlik deb tushunamiz emasmi? O'shalarning hammasining manbasi hayotlikning manbasi kalam ekanligini bu yerda aytadi. Biz demisam qaraydigan bo'lsak, biz bayon hozir dedik, mayli fizikalik bo'lsin, mayli ruhiy jihat mujassamlangan gavda, bir butun gavda hayotlik deb men tushundik dedik emasmi? Shunga o'xshash biz mayli fizikalik jihatdan degan vaqtimiz biz kunlik turmushimizni biz muhtoj bo'lgan yemak ichmak, ya'ni bir bizning o'ri turishimiz uchun lozim bo'lgan moddiy vitimiz uchun lozim narsa bo'lgan fizikalik jihatdan lozim narsalar bo'lsin, bularning hammasi kunlik muhtojliklarimizning hammasining manbasining shu kalam ekanligini biz bu yerda anqira olamiz. Buni demismi biz Rab Aysoning bizga o'rgatgan duosi bor emasmi? Kunlik yemakligimizni bergaysan deb. Hozir albatta osh qoldigan va yoki bunday odamlarni oz atrofimizda osh qolib o'lib ketgan odamlar biz ko'rmadik yoki anglab baxmadik desam bo'ldi. Shuning uchun balkim kunlik yemakligimni bergaysan degan duoni qildiganlar, buni tushunganlar oz bo'lishi mumkin. Lekin biz bu hayotlikning manbasining kim ekanligini anqirgan vaqtimizda biz albatta biz hozirmi balkim hayotligimiz uchun nafas olishimiz uchun havo lozim, suv lozim. Bu narsalar hozir bag'ashqa bularning qadr qimmatini bilmaymiz. Shuning uchun havo bergaysiz, bizga suv bergaysiz deb duo qilganlar bo'lmasligi mumkin. Lekin biz shundaq havoning mavjudligini, suvning qadr qimmatini bilganga o'xshash, biz shundaq hayotlikning ham shunday bizning mavjudligimizdagi fizikalik mavjudligimiz bo'lsin yoki moddiy jihatdagi bizning muhtojliklarimiz, lozimatliklarimiz bo'lsin. Bularni ta'minlash uchun Xudo ekanligini biz anqirgan vaqtimizda, cho'nqur tushungan vaqtimizda biz bunday duoning o'rgatgan shu duoning ma'nosini nima ekanligimizni anqira olamiz. Masalan, shu vaqtda aytanglar uchun, yemak ichmaganlar uchun g'am qilmanglar deydi. Bu yemak ichmaganlar uchun g'am qilmanglar degani amaliyotda kishilar barcha nimasini turmushda, nimasini ish bilan ishning quli, masalan o'zining kunlikdagi muhtojliklarini texam mollashtirish, shu muhtojlikni qolmaslik uchun texam ko'p pul tepish yoki undaq ish qilib rohat bayashotlik ichida yashash degan narsalarni markazlashtirib yashaydi amaliyotda inson. Bu narsalarni markazlashtirib kunlik turmushining ichiga kirib, hayotlikning ichiga kirib, ya'ni hayotlik deganimiz dunyodagi hayotlik, dunyoning iqimi, dunyodagi nimalarning barcha shu dunyoning iqimi, dunyodagi insonlarning yuzlanishi bo'yicha ishqa va narsalarga berilib, yer yuzidagi, ya'ni buni muqaddas kitobda, ya'ni qurib ketadigan o't chöpga o'xshash yer yuzidagi shu narsalarga ish bo'lsin, manfaat bo'lsin, pul bo'lsin, xizmat bo'lsin, bu narsalarga berilib Xudoning kayni qo'yib qo'yish bu narsalar hammasi nima desa, yemak ichmak. Qisqasi, bular dunyoning g'amandishlari hammasi yemak ichmak degan so'zga markazlashadi. Rahat parag'atni intilishmi mush yemak ichmakning so'zining ichida manbasi asli meg'zi dal mushning ichida ekanligini biz ham anqira olamiz. Shunga o'xshash mayli bizning fizikalik jihatdagi bo'lsin, mayli bizning moddiyatimizdagi narsalarning bo'lsin, mushnaqa hayot mushlarni ta'minlaguvchi, mushlarni ato qilguvchi, barakatliguvchi degan narsalarning hammasi manbasining ham mushu Rab Ayso, ya'ni kalom ekanligini biz ham bu yerda anqira olsak, ham shundaqla biz bayam fizikalik jihatdan degan bo'lsak, ham ruhiy jihatdan dedik emasmi? Ruhiy jihatdagi bizning ruhiy hayotlik manbayimiz, ya'ni ozuqligimiz, ruhiy ozuqligimiz. Masalan, buni shu Yohanna bayon qilgan Xushxabar 6-bobda mangu buzilmaydigan hayotlik, ya'ni ozuqlik beradigan ozuqlik mandirman degan o'xshash shuni ta'riflaydi. Bu ruhiy hayotlik, ruhiy manba deganlik, bu ruhiyat deganlik, ya'ni bu Xudo insonni yaratgan vaqtimizda biz Xudodan ayrilmaydigan bir mavjudot. Shunga o'xshash Xudodan ayrilgan vaqtimizda bizda bir ocharchilik, asli biz ruhiy ocharchilik, ruhiy tushuk, ya'ni bir nafas, havoyi nafas paydo bo'lib qolgan bo'ldi. Mushundaq insonlarning ichidagi ochlikni, ichidagi echirqashni, mushundaq chanqashni qondirg'uchi, ya'ni qanoatlantiruvchi,
muşlarni uzuqlandırğıcı, yəni su boğucu, içidəki çanqaşlarni muşunaq çanqaş, əçirqaşlarni təminləgücü dəl, ruhi uzuq boğucu dəl muşu hayatlıqның mənbəsi bolğan kalam ikənligini biz bu yerdə anqıralaymiz. Şunun üçün insanlar muşu içidəki əslində bu içidəki qanaatning Xudodan keldiganligini anqırmagan vaqtida yer yuzidagi insonlar bo'lsa nurg'un tiplar bor. Ba'zilar bo'lsa bir umr ishlab tirishdagi maqsad boshqalarning uni e'tirof qilishi, boshqalarning oldida yaxshi nom, yaxshi manfaatga erishish uchun bo'lsa va ba'zilar bo'lsa pul orqali o'zini xotirjam, puli jiq bo'lsa o'zini xotirjam, tinish, hech nimasi yo'qdek his qilganlar bor. Va ba'zilar bo'lsa munosabat orqali odamlar paranglish, odamlar bilib turish orqali o'zini xotirjam his qiladigan shunday odamlar bor. Ya'ni har xil tiplar bor deylik. Ya'ni insonlar o'zlari ichidagi shunday bir ochliqni, ichidagi bir chanqashni, ichidagi bir shunday bir tashnalikni shunday moddiy narsalar orqali qondirdi emasmi? Aslida shunday ichimizdagi ruhiy dunyomizni qondirg'uchi, ruhiyatimizga tasalli, ya'ni ruhiyatimizga birdan bir qanoat, ruhiyatimizni birdan bir mo'llik bilan to'ldirg'uchi, tinchlik ato qilg'uchi, bizga qanoat, xo'shalik ato qilg'uchi asli ruhiy uzuq bo'lgan kalom ekanligini ham bu yerda biz tushuna olamiz. Ya'ni qisqasi hayotlikning manbasi dal kalam deb bu yerda tushuntirayotganligini. Ham bu hayotlik degan vaqtimizda biz bayon dedik, fizikalik ham ruhiy jihatdan dedik. Fizikalik bo'lsa bizning badan dedik emasmi? Ham bayon dedik, olamning yaratilishida Xudo odamning burnidan nafas belab hayotlikka ko'zlaydi deb. Ya'ni ana shunday insonga nafas ato qiluvchi, hayotlikni beruvchi, bizning hayotligimizning saqlovchi, hayotimizni davomlashtiruvchi va shunday hayotlik ato qiluvchi. Hayatlıqның özü, bizim hayatımızın özü dəli kalam, Rəbb, Əysa ekanligini. Biz bunu etiraf qilgan vaqtimizda bizning ya'ni inson shuna bir qonuniyati bor, ya'ni inson tug'iladi ham o'ladi. Tug'ilish, o'lish bu insonlarda bir qonuniyat desak, insonlarning kelib ketishi shuna bir buning ma'nosini, manbasini shuna Rəbb, Əysadan biz izlab topa olamiz. Shunga o'xshash bizning hayotimizdagi mayli bizdagi fizikalik narsalar, fizikalik muhtojliklarimiz, fizikalik kasallarimiz va kamtikliklarimiz bo'lsin, fizikalik shunday nimalarimiz bo'lsin, bularning hammasi shifasi, bularga hayot xato qiluvchi, saqat kuchi deb biz Rabbning nurg'un tillar bilan ta'riflaymiz emasmi? Dal mushlarning hammasini kelish manbasining dal mushu hayotlik manbasi degan so'zdan kelib chiqqanligini, ya'ni insonlarni o'limdan tirildirguchi va yoki hayot xato qiluvchi, hayotlik berguchi Rab Əysa ekanligini. Buni yana Yohanna bayon qilgan qo'shiqlar 11-oyatdami insonlarni o'limdan tirildirguchi va hayotlik berguchi, mangulik hayot ato qiluvchi o'zimdirman degan so'z bor. Müşahidin mən düşünələyimiz. Həm şu Yohanna bayon qılan 5-ci bab 28-oyatda ölgənlərinin həmmisi mening avazımni anglaydigan vaqt keldi deb. Ölgənlərin həmmisi mening avazımni anglaydigan vaqt keldi degan gap qanday gap bunday olsa? Ölüb ketganlarimiz qayta tirildi degan vaqt qanday vaqt? Shuna o'xshash yana barcha o'liklarni qayta tirildirguchimi, barcha o'liklarni qayta tirildirib ularni so'roq qilguchimi, yana shu Rab Əysa ekanligini bu so'zlar orqali biz ham tushuna olamiz. Demakki, Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarda Hazrat Əysaning qandoq hayotlikning manbasi ekanligini ham tafsiliy tushuntirib berganligini biz ham shu oldida isbotlagan, shu 4-oyatdagi hayotlik manbasi bo'lib degan so'zni biz oxirgi soatlarda, ya'ni davomli o'rgangan vaqtimizda ham tafsiliy ko'rib o'talaymiz. Anandan bu hayotlik insonlarga nur elib keldi degan oyat. Ya'ni insonlarga hayotlik ato qiluvchi, hayotini saqlovchi, hayotini davomlashtiruvchini kalam dedik. Unda biz bu kalam, ya'ni o'zi hayotlik bo'lgan bu kalam insonlarga nur elib keldi deb. Ondan insonlarga nima uchun nurni elib keladi? Ya'ni bu yerda elib keldi deganlik insonlarga yaqin elib keldi, ya'ni yaqinlashdi. O'z hayotlik bo'lgan o'zi insonlarga yaqinlashdi degan gap bor. Ya'ni nurni elib insonlarga yaqinlashib keldi deb buni tushuna olamiz. İnsanlarga nurni elib keldi. Unda biz nurni qanday vaqtda muhtoj his qilamiz? Biz qarong'ulik ichida turgan vaqtimizda bizga nurning muhtojligini biz his qilamiz. Biz o'zimiz yo'ruqlik turgan vaqtimizda hargiz nurni izlamaymiz, nurni ham his qilmaymiz, ham ko'ramaymiz. Demakki, bu yerda insonlarga nur elib kelishdagi sababining, chunki insonlarning bu yerda qarong'ulikda ekanligini biz bu yerda yo'rtib berayotganligini biz his qila olamiz. Ya'ni insonlar qarong'ulikda bo'lg'achqa, qarong'ulikda qolg'achqa, ya'ni hayotlik manbasi bo'lgan bu kalam o'zi insonlarga nurini elib kelganligini va hamda uning nuri
biz qaraydigansak birinchi Yohanna yozgan birinchi xatniki birinchi bob 6-oyat qaraydigansak insonlarga nurini elib hayotlik manbasi bo'lgan kalam insonlarga nurini elib keldi hamda uning nuri insondagi qorong'ulikni yoritib yorug'lik bo'lgan xudoga yaqinlashtirdi degan so'z orqali biz bu yerda qorong'ulikni tasvirlagan vaqtida bu qorong'ulik insonlarning ichidagi qorong'ulik ekanligini bu tasvirlab berayotganligini biz esga olamiz ya'ni insonlar ichidagi qorong'ulik to'lgan qorong'ulik ichida yashayotganligini ham biz mushu Yohanna yozgan birinchi xat mushu Yohanna yozgan birinchi xatlarga qaraydigan bo'lsak xudoni yorug'lik deb turib ya'ni xudo yorug'lik xudo o'zining yorug'lik ekanligini uningda aslo qorong'ulikning mavjud emasligini ham shunday xudoning nuri insonlarning ko'nglidagi shu qorong'uliklarni yoritadi ya'ni gunohni ko'rsatadiganlarni anqiratqizadigan deydi ya'ni bu yerda qorong'ulikni gunoh deb bu yerda tasvirlab beradi shuning uchun bu yerda biz ham olamning yaratilishi birinchi bob ya'ni birinchi bob ikkinchi boblarga qaraydigan ya'ni gunohning insonlar ya'ni yer yuziga insonlar orasida paydo bo'lishi qaragan vaqtimizmi insonlar bu gunohni ya'ni xudodan ayrim qoldi ro'yijatga o'lim degan o'xshash bir iboralar bilan tasvirlagan edik ya'ni shunga o'xshash bu gunoh dal shu qorong'ulik bo'lib xudo yorug'lik edi insonlar bo'lsa qorong'ulik ya'ni xudoning yorug'ligidan ya'ni xudodan yiroq qoldi degan ma'noni bu yerda ifodalayotganligini biz bu yerda ko'ra olamiz shuning uchun kalam ya'ni hayotlik bo'lgan hayotlikning manbasi bo'lgan kalam o'zi insonlarga nurini elib insonlarga yaqin keldi ham shunday uning nuri insondagi qorong'ulikni yoritib yorug'lik bo'lgan xudoga yaqinlashtirdi deyish orqali bu nurning hayotlik manbasi bo'lgan kalamning insonlarga nurni elib insonlarga yaqin kelishi insonlarni yoritish uchun xudo yorug'lik bo'lgan xudoga yaqinlashtirish uchun insonlarga kelganligini bu yerda tasvirlayotganligini biz ham tushuna olamiz ya'ni nur qorong'ulikni yoritadi qorong'ulik bo'lsa nurni hargiz besib tushadigan emas deyish orqali nurning qorong'ulikdan ustun qorong'ulikni bu yerda qorong'ulikning ustida hukmronlik qila oladigan bir shunday bir huquqining kuch qudratining borlig'ini tasvirlab turib ustunligini tasvirlab turib bu yerda nurni elib kelib shu nuri bilan shu qorong'ulikni yoritib tushadiganligini ham shunday bu yerda qorong'ulik biz bayam gunoh dedik bu gunohni yoritadiganligi ya'ni gunohni poklaydiganligini biz bu yerda ozroq simvolik sifatida biz ham esga olamiz ana shunday gunohni besib tushib gunohning kuchini gunohning qudratini ya'ni mush gunohdan besib tushalaydigan gunohning kuchini hal qila oladigan uzalaydigan mushunday bir kuch qudrat bo'lg'achqa gunohning nashtrini ya'ni gunohning qullig'idan uzib yetalaydigan mushunday kuch qudrat bo'lg'achqa nur o'zi kelib mush qorong'ulikni insonlardagi qorong'ulik bo'lgan gunohni yoritib qorong'ulik ya'ni gunohning nimasi bo'lgan o'limni bu yerda uzib tashlaydigan shunday bir kuch qudratga ega ekanligini biz ham bu 5-oyat orqali biz buni tushuna olamiz shunga o'xshash biz bayonladik mavjudlikning manbasi mavjudlikning sababi bo'lgan kalam Ayso Masih insonlarga nur elib keldi ya'ni insonlarga yaqinlashdi insonlarga nurini elib kelib yaqinlashib insonlarni yoritishga ya'ni xudoga yaqinlashishga uning nuri insonlardagi qorong'ulikni yoritib xudoga yaqinlashtirish uchun shunday kelganligini biz ham o'sha oyat orqali biz esga olamiz ya'ni tushuna olamiz ya'ni u orqali kalam orqali barcha mavjudot yaratilganidek endi qorong'ulikdagi insonlarga nur elib kelib uning elib kelgan nuri orqali insondagi qorong'ulikni yoritib xudoga yaqinlashtirish uchun insonga yaqinlashib kelganligini dal bu inson yaqinlashib kelguchining dal xudoning kalomi buni grekcha logos desak ibrancha tabar deymiz dal shu xudoning kalomi ekanligini biz ham esga bu yerda da'vatqaligini tushuna olamiz masalan kalomni biz bayonladik bir mavjud ya'ni unum kuch qudratning shu kalamda so'zda bir harakatning mavjudlikning kuch qudratning unumning borlig'ini biz esga olamiz masalan bizmi insonlarmi oddiy holatda o'zimizning so'zida qanaqa bir kuchning borlig'ini biz ham bila olamiz masalan Yaqubning yozgan xatidami til to'g'risida tilni tizginlash jihatda tilning haqida tasvirlagan so'zlar bor shunga o'xshash bizmi insonning so'zimi shunday bir bizni yetaklaydigan bizni bog'laydigan kuch borlig'ini o'zimizning so'zida shunday bir kuchning borlig'ini esga olgan yerda hayotlikning manbasi bo'lgan mavjudotning sababi manbasi bo'lgan xudo bo'lgan xudoning kalomida
kalamının önemi, güç kudretini biz ne kadar çoğunqur, ne kadar güç kudret, ne kadar mol bir güç kudret ekanligini biz o'ylanishimizga to'g'ri keldi degan so'z bor. Masalan, bu Xudoning so'zi to'g'risida 1 ya'ni Petrus yozgan 1-xat 1-bab 23-oyatda Xudoning so'zi hayotiy kuchga ega va mangu mavjud so'zi orqali yangiboshdan tug'ildinglar deb biz e'tiqodchilarni ana shu Xudoning so'zi nur bo'lib keldi emas, bizga yaqinlashdi. Bizning qalbimizdagi shu qorong'ulik yo'ritish uchun bizga keldi emasmi? Bizga kelgan shu so'z, Xudoning so'zining qanchalik hayotiy kuchga ega ekanligini shundaqla mangu mavjud shu so'z ekanligini va Xudoning bizga ato qilgan, bizga berayotgan shu so'zlari, hatto biz kun anglayotgan, balki mushu darsni anglayotganlarmi, mushu orqali Xudoning so'zi orqali o'zida bir ifodalayotgan, o'zining hayotida o'zgarish paydo qilayotgan Xudoning so'zidagi shu kuch qudratni his qilishi mumkin va Xudoning so'zidan kelgan shu kuch qudrat shu qoyillik orqali o'zining hayotining qanday bir hayotiy kuchga to'layotganligini his qilishi mumkin. Ana shundaq Xudoning so'zi orqali biz yangiboshdan tug'ilgan, ya'ni biz o'zimizning hayotimizni o'zgartirib, hayotimizga qorong'uliklarning har vaqt Xudoning so'zi bilan yangilanib, isloh bo'layotganligini biz ham his qila olamiz. Buni ham biz İbraniyalar yazılan 4-bab 12-oyat qaraydigan bo'lsak, Xudoning so'zi hayotiy kuchga ega bo'lgan unumli so'z. U har qanday qo'sh bisliq qilishdan ishtik bo'lib, jon bilan ruhni, yilik bilan bo'g'imlarni bir-biridan ayirib o'tganligidek o'tkirlik bilan kishilarning ko'ngliga kirib, ularning yo'shirin arzu, havas va o'y-fikrlarini fosh qildi deb turib, yana bu yerda Xudoning so'zi qorong'ulikni ana shunday yo'ritib, insonlarning qalbidagi, o'y-fikrlaridagi, arzu, havaslaridagi, o'y-fikrlaridagi barcha xohishlardagi shunday bir yo'shirin havaslarni, ya'ni hayotlik bo'lgan, ya'ni Xudoning haqiqatiga mos bo'lmagan, qorong'ulik tava bo'lgan shunday bir gunohning asoratlarini fosh qilib, yo'ritib, isloh qilganligini bu yerda ta'kidlayotganligini biz ko'ra olamiz. Shuning uchun qisqasi bizmi ham Rab Ayso orqali barcha mavjudot yaratilganiga o'xshash, Rab Ayso orqali barcha mavjudotning uning uchun yaratilganligiga o'xshash, Rab Ayso uchun mavjud bo'lib turganligiga o'xshash, Rab Ayso uchun yaratilganga o'xshash, biz ham e'tiqodchilarning ham Rab Aysoning, ya'ni Xudoning irodasi bilan mavjud ekanligimizni biz ham his qilishimiz to'g'ri kelganligini biz ham his qila olamiz. Ham shundaqla biz ana shu Rab Ayso orqali Rab Ayso orqali hayotlikka ega bo'lgan, Rab Ayso orqali barcha mavjudot yaratilgan va bizning hayotimizmi Rab Ayso orqali va Rab Ayso uchun yaratilgan va biz Rab Ayso orqali Rab Ayso uchun bu yerda mavjud bo'lib, hozirgi o'rnimizda hozirgidek holat turadi. Hozirgidek Xudo chaqirgan, Xudoning farzandi bo'lib, Xudo mansub bo'lgan holatga kelganligimiz biz ham his qila olamiz. Ya'ni Rab Ayso orqali Xudoga yaqinlashdik. Rab Ayso orqali gunohlarimizni pok bo'ldik va Rab Ayso orqali Xudoga tavba bo'ldik va Rab Ayso orqali Xudoning farzandi bo'ldik. Rab Ayso orqali Xudoni oti deyildik. Rab Ayso orqali yangidan yaratildik. Rab Ayso orqali biz har kun isloh bo'lib, yangidan tug'ilganlar deb aytamiz. Rab Ayso orqali biz Xudoning o'zining farzandlariga ato qilgan shu shon sharifidan bahramand bo'lyapmiz. Xudoning ulug'ligini ko'ryapmiz. Rab Aysoning Kristga azob oqibatlari orqali biz ham gunohlarimizdan erkin bo'lib, ya'ni gunohlarimizdan poklanib, Xudoga yaqinlashdik, Xudoga atalgan bir farzand bo'ldik degan o'xshash. Va Rab Ayso orqali biz qutqizildik, o'limning, gunohning kuchidan, asoratidan biz erkin bo'ldik, ozod bo'ldik degan o'xshash. Ham shundaqla Rab Ayso orqali biz Xudoga atalgan, Xudoning ibodatxonasi, Xudoga atalgan qushbiroqqa o'xshash shu Rab Ayso orqali biz ham birlashib, barcha yer yuzidagi Xudoning farzandlarining birlashib, Xudoning bir ibodatxonasi, Xudoning shon sharifi namoyon bo'lgan joyga o'xshash shundaq bir mavjudlikda turganligimizni biz ham bu yerda his qila olamiz. Ham shundaqla biz shu Rab Ayso orqali Rab Aysoni Rabbim deb turib, biz Rabbning teni, Rabbning bir gavdasi bo'lib, biz o'zaro bir-birimiz bilan uyushib, bir-birimiz bilan mehr muhabbat ichida bir gavda bo'lib, bir-birimizni qarindosh deb atganligimizni ham dal ana shu Rab Ayso sababidan ekanligini biz ham bu yerda tushuna olamiz. Bu Rab Ayso orqali, Rab Ayso sababidan, ya'ni bu orqali, Rab Ayso orqali degan so'zni biz
Mushu so'zni muqaddas kitobdan yangi hatidillar izlab ko'rsak, nihoyat ko'p uchraydi. Rabaysa orqali biz qanday bo'ldik, rabaysa orqali biz Xudo bilan inoqlikni, rabaysaning qiyni orqali biz Xudo bilan aslik munosabatimizni aslik keltirdik deb Koloslayzlar xatti bor degan o'xshash. Ya'ni mushunaq yangi hatidillar rabaysa orqali bizning qanday imtiyozlarga, qanday nimalarga erishganligimiz, rabaysa orqali biz o'zimizning qanday mavjudot ekanligimiz degan o'xshash hamma nimaning sababini mushunaq rabaysa orqali degan so'zni biz izlash orqali nurg'un savollarimizga ham javob topa olamiz desa ham bo'ldi. Bunday so'zlab kelsak, nihoyat jiqlab ketadi. Shuningga o'xshash bunday mazmunlarni biz yana oxirisida azozdan ko'rish orqali texim to'liqlab bugun buni azroq ta'mini ko'rib chiqish uchun azroq qandaq ta'm ishkanligini, nimalarning borlig'ini, qandaq so'zlarni, qandaq so'z iboralarni, qandaq ta'sirlayotganligini biz azroq ko'rib chiqish uchun bugungi mazmundan shunday bir qisqacha, ya'ni oddiycha ko'rib o'tdik desam bo'ldi. Bugungi shu birinchi bob Yohanna bayon qilingan qo'shqari birinchi bob 1-oyatdan 5-oyatgacha bo'lgan mazmunlarni mushunchalik qilaylik. Hozir uzrab ketdi. Biz amsa keyingi soat darsimizda davomli o'rganib mangaylik. Amsiga qarindoshlar, bugungi mazmunlar biraz dairesi keng bo'lgan bilan har bir hukmlarni, har bir so'z iboralarni sizlarning ham hayotinglarda tatbiqlab turib, cho'nqur o'ylab turib, har bir so'z iboralarni cho'nqur tushunib yetishinglarni umid qilman. Shunga sizlarga Xudodan kelgan, ya'ni Xudoning muqaddas ro'yidan kelgan aql, farosat va mushuna Xudoning so'ziga haqiqiy bo'lgan cho'nqur tushuncha, ro'shan qilib va Xudoning so'ziga bo'lgan intildigan qizg'inlik narsalarga Xudoning ato qilishini, mo'lligi bilan ato qilishini tilayman. Biz ham keyingi soat darsimizda ko'rishaylik. Hammanglar omon bo'linglar.